Bugungi kunda internet tarmoqlarida ayrim kimsalar shaxsiy videolarni tarqatmaslik bahonasida fuqarolarni tahdid ostiga olib, ulardan pul undirishni odatga aylantirmoqda. Fuqaro Narpay tumani ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, internet tarmog'ining Telegram messenjeri orqali notanish profil egasidan uning tanasi aks etgan video yuborilganini va internetga tarqatmaslik evaziga undan 500 AQSh dollari pullarni tovlamachilik yo'li bilan talab qilganini bayon qilgan. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv hamda tezkor texnik tadbirlar natijasida 2004-yilda tug'ilgan 2 nafar shaxslar Telegram messenjerida boshqa bir shaxsning nomi bilan profil ochib, mazkur jinoyatni sodir etganligi va so'ralgan pullardan 1 million so'mni plastik kartaga o'tkazish orqali qo'lga kiritganligi aniqlangan. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu shaxslar qo'lga olinib, ulardan bir dona Honor X9s rusumli va bir dona iPhone 17 Pro Max rusumli telefon apparatlari ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Ushbu holat yuzasidan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda.